Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari, joy yaqindan kuzatib borgan aka-uka opa-singillar, sizlarga o'zimizning fermamizdan o'zimizning buzoqlarni va sigirlarni ko'rsatmoqchimiz. 17 ta yangilikli zo'ri bor. Xudo ularni ham ko'rsatamiz. Ikkita tuqqan. Hamma ma'lumotlarni tuqsa nima beriladi, nima qilinadi, qanday ito'y qilish kerak, nima bilan boqish kerak, nima berish kerak, yelinini qaytarish uchun nima qilish kerak, hamma ma'lumotlarni beramiz obunachilar. Sizlar ungacha bittadan arzimagan mehnatimizga bittadan layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursaling, hali hammasi zo'r bo'ladi. Hamma ma'lumotlarni sizlarga beraman. Layk bosish tekin obunachilar, layklardan bosib tashlaverasizlar. Shunaqangi o'zimizning fermamizdan sekin videolar qilaveramiz. Bu xudo xolasa bugungi videoda yaxshi ma'lumotlarni bilib olasizlar. Juda ko'pchilarga sigirim tug'di, yelini qaytmayapti, nima qilishim kerak, ichi o'tyapti, nima qilishim kerak. Ichi o'tariga boru dorini vahshim zo'rlari bor. Ularni ham ko'rsataman obunachilar. Sizlar bittadan layklar bosib yuboringlar. Hali ham bosmagansiz aka. Bitta bosib yuboring laykni. Joning sog' bo'lur, turishlarni qaranglar. Mashalloh. Endi bularga obunachilar boshida chiqarganmiz bu buzoqlarni. Bitta sigirga 3 tadan bolani qo'shgan edik. Endi bitta sigirga 2 tadan qo'shyapmiz. Ichi zo'r bo'lib, o'tmaydi ham bo'lib qoldi, xudoga shukr. Ichi o'targa dorini vahshim zo'ri bor obunachilar. Uni ham bitta rasmiy olib sizlarga ko'rsataman, korobkasini. Bu arzimagan pul turadi o'zi, lekin bir kunda taqataq to'xtatadi. Ko'rib turibsizlar holatlarni. Buzoqlar o'zgaribdimi? O'zgargan bo'lsa, bittadan layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrini yozib qoldirasizlar. Mana sigirlar. Hozir baqa ham endi o'tamiz. Hozir dorini ham ko'rsataman. Qadrli obunachilar, buzoqlar sotiladimi deganlarga hozircha sotilmaydi. Men sizlarga shunchaki ko'rsatyapman. Juda ko'pchilik telefon qilib ham buzoqlaringizni ko'rsatib turing, buzoqlaringizni ko'rsatib turing deb yozyapti. Menga juda ko'pchilik telefon qilyapti. Ko'rsatib qo'yapman, bu haligi maqtanish uchun yo bo'lmasam bir bola uchun bas. Mana shu obunachilarga ko'rsatgim keldi. Manfaatli video bo'lsin deb chiqaryapmiz. Mana sigirlarimiz bir qator hammasini yemadi. Yangilikli zo'r obunachilar. Yangilik zo'r mana. Joning sog' bo'lgur. Ikkita buqa tug'di xudo xolasa. Haligi 100 millionlik buqamiz bor edi-yu. 100 millionlik buqamiz bollari mashlar. Bollari mashlar. 100 milliondan buqa chiqarganda 81 millionga sotilgan edi-yu. O'shalar bollari mana. Joning sog' bo'lgur. Mana enasi. Bu enasi Instagramda trendda yurgan sigir. Haligi oyoq qo'lini uzatib olib, yotiydigan sigir bor edi-yu. O'sha sigir mana shu bo'ladi. Mana. Boklarni ko'rib turibsizlar. Joning sog' bo'lsin. Mashalloh. Endi hozir dorini ko'rsataman sizlarga. Obunachilar, dorini zo'ri. Oxiri doni 500. Hozir ichidan ham ko'rsataman. Ichida dorilar. Mana korobkasi. Mana shundan bitta buzoqqa 2 dona berasizlar. Bir kunda bir mahal. Agar to'xtatmasa, yana bir kun 2 dona ichtirib qo'yiladi, bo'ldi. Shu bilan xudo xolasa to'xtatadi. Mana sigirlarimiz. Obunachilar, arzimagan mehnatimizga bittadan layklarni bosib yuboringlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Buzoqlar o'zgaribdimi? O'zgargan bo'lsa bittadan layklar bosib yuborasizlar. Lekin обязательно oxirida shunaqangi somon bilan somon aralash o't turadi. Обязательно kepib turish kerak. Keyin suv turish kerak. Taqirda suv qo'yib qo'yinglar. Ko'rib turibsizlar. Hali kichkina yangi tug'ilgan buzoqlarga sut kerak emas. Sal o'tga kirganlarga suv bersa bo'ldi. Yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sigirni qanday tug'dirish kerak deganlarga, tuqqandan keyin qanday yem berish kerak deganlarga, bunga hech qanaqa yem kerak emas. Silios ham bermaysizlar obunachilar. Nima uchun silios bermaysizlar? Yelini ishib, yelini qaytmay qoladi. Shuning uchun somonni o'zini berasizlar. Somondan boshqa narsa bermaysizlar. Suv ham ko'p ichib qo'ymaslik kerak.
Suv ham kamroq ichish kerak. Ashi bilan o'zi yelini zo'r bo'lib ketadi. Keyin Utreton degan dori bor. Utreton bilan butasaldan urib qo'ysaling, bo'laveradi. 20 grammdan urib qo'ysaling, zo'r bo'ladi. Bunaqa narsalar ancha-muncha setavermaydi. Meni obunachilarim shuni bilsin deb, mendan foyda topsin deb sizlarga aytayapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmasdan kuzatishda davom etinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha qolamiz. Sog' bo'linglar.